Bugungi kunda butun dunyoda, shu bilan birga mamlakatimizda ham iqtisodiyot tarmoqlari rivojlanib, aholining turmush darajasi yaxshilangani sari energiya resurslariga bo'lgan talab ham oshib bormoqda. Birgina so'nggi 5 yilda yurtimizda elektr energiyasi iste'moli 20% ga oshgani ham buning yaqqol isbotidir. Ayni shu talablardan kelib chiqib, mamlakatimizda energiya ishlab chiqarish tizimini tubdan takomillashtirish, muqobil energiya manbalari imkoniyatlaridan samarali foydalanishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Xususan suv, quyosh, shamol energetikasi stansiyalarini barpo etilayotgani, elektr energiyasi va tabiiy gaz sarfini tejash choralari ko'rilayotgani bu borada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aslida ham har birimiz energiya resurslari bo'lgan ne'matni qadrlab, tejab o'z o'rnida foydalanishimiz va aholining bu boradagi faolligini oshirishimiz zarur. O'zbekiston quyoshli o'lka, bu esa muqobil energiya ishlab chiqarish uchun katta imkoniyat. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, iqlim sharoitimiz quyosh stansiyalarini qurish orqali jami 600 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu bugungi kunda O'zbekistonning energiyaga bo'lgan jami ehtiyojidan 8 barobar ko'p. O'zbekistonda aholi soni ko'payishi hamda iqtisodiyot tarmoqlari rivojlanib, odamlarning turmush darajasi yaxshilanib borgani sari elektr energiyasiga bo'lgan talab oshib bormoqda. So'nggi 5 yilda respublikada elektr energiyasiga bo'lgan talab 1,6 barobar oshgan. Bugungi kunda bu ko'rsatkich yiliga 86 milliard kilovatt-soatga yetdi. E'tiborlisi, bu raqam bir joyda to'xtab qolayotgani yo'q. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida yashil iqtisodiyot texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish, ishlab chiqarishda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish orqali 2026-yilga qadar iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20% ga oshirish va havoga chiqariladigan zararli gazlar hajmini 20% ga qisqartirish vazifasi qo'yilgan. Bu borada ilm-fan yutuqlari asosida sohani yanada rivojlantirish, yangi va innovatsion tadqiqotlar olib borish hisobiga muqobil energiya ishlab chiqarish hajmini oshirish, iqtisodiyot tarmoqlari va aholi xonadonlarini uzluksiz energiya bilan ta'minlash ham ustuvor masalalardan biriga aylangan. Samarqand davlat universiteti muhandislik fizikasi instituti qoshida kvant markazining tashkil etilishi ham ayni ushbu yo'nalishdagi ilmiy tadqiqot ishlari ko'lamini yanada kengaytirish imkonini bermoqda. Xorijiy hamkorlarimizla hamkorlikda quyosh energiyasi issiqligidan foydalanish bo'yicha qator tadqiqotlar olib boryapmiz. Xususan, quyosh issiqligini to'plab uzoq muddat saqlash imkonini beruvchi quyosh issiqlik mini stansiyasini yaratish bo'yicha xalqaro grant yutildi va shu grant bo'yicha mana shu quyosh issiqligi mini stansiyasini loyihalayapmiz va uni amaliyotga joriy qilish bo'yicha tadqiqotlarni boshlab yuborganmiz. Aytaylik, 300 kun davomida quyosh issiqlik beradigan bo'lsa, 300 kun davomida o'sha qishda ishlatishimiz mumkin bo'lgan issiqlikdan bir necha bor ko'p miqdorda issiqlik to'play olamiz. Eng asosiy vazifa mana shu issiqlikni saqlash va uni bir me'yorda aqlli texnologiyalar asosida boshqargan holatda uylarni isitishga yoki bo'lmasa ovqat pishirishga, bug' hosil qilishga, kasalxonalarda yoki kichik korxonalarda ishlatishga yo'naltirishimiz mumkin. Mana shunga biz xorijiy hamkorlar bilan hamkorlikda, demak, mana shu texnologiyani joriy qilishni maqsad qilib qo'yganmiz. Shu loyiha ishlab chiqilgan, aniq o'sha quyosh issiqligi mini stansiyasini kichik 10-20 kilovat atrofida, ya'ni bir xo'jalikni issiqlik bilan ta'minlash misolida shuni prototipini yaratishimiz. O'zbekiston-Xitoy qo'shma granti e'lon qilingan Oliy ta'lim va innovatsiya vazirligi tomonidan shu grant bo'yicha g'olib bo'ldik. 1 milliard 200 million so'm miqdorida o'sha prototipni yasash uchun olganmiz. Universitetimizda 19 ta xorijiy oliy ta'limning yetuk professor o'qituvchilari bizda yoshlarga ta'lim-tarbiya berib kelmoqda. 3 ta markaz tashkil etilgan, jumladan Samarqand kvant markazi, magnetizm markazi va turbologiya ilmiy markazlar. Bu markazlarga xorijiy rivojlangan oliy ta'limning professor o'qituvchilar jalb qilingan, ilmiy sohalarni rivojlantirib, yoshlarga o'zini bilim va salohiyatini berib kelmoqda va mana shu yo'nalishlar bo'yicha bugungi kunda muhandislik fizika institutimizda 10 ta ilmiy loyihalar bajariladi. Shulardan 5 tasi fundamental ilmiy loyihalar va 5 tasi bevosita amaliy ilmiy loyihalar. Muhtaram Prezidentimiz 2023-yil sentyabrdagi qarorlari bilan Samarqand kvant markaziga 10 milliard so'mlik mablag' ajratdi va o'sha ajratilgan mablag'ning 100%
o'sha sohani rivojlantirish bo'yicha yo'naltirildi. Samarqand davlat universitetining yosh va izlanuvchan doktoranti Alisher Nurimov bugungi kunda muhim va dolzarb bo'lgan energiya tejamkorlikka erishish hamda muqobil energiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish yo'nalishidagi yangi loyihalar ustida ishlamoqda. Yosh olimning organik bo'yoqlar bilan modifikatsiyalangan galoid perovskit kvant nuqtalarining optik xususiyatlarini sintez va tadqiq qilish hamda binolarga integratsiyalanadigan va aqlli issiqxonalar uchun nurlanuvchi kvant nuqtali quyosh oynalari ishlab chiqarish mavzusidagi ilmiy tadqiqotlari dolzarbligi bilan ajralib turadi. Hozirda ushbu loyihalar uchun yosh olim Jahon bankidan ajratilgan 650 ming AQSh dollari miqdorida grant sohibi bo'ldi. O'lchamlari nanometr tartibida bo'lgan juda kichik nanokristalllarni sintez qilamiz va bular kvant nuqtalar deyiladi. Bunday kvant nuqtalar asosida quyosh oynalari va issiqxonalar uchun plyonkalar ishlab chiqarmoqchimiz. Bu nima uchun kerak? Hozirgi kunda sir emaski, butun Markaziy Osiyoda elektr energiyasiga bo'lgan talab kundan kunga oshib bormoqda va bu energiyani qondirish uchun davlatimiz tomonidan yashil energiyadan foydalanish uchun katta loyihalar amalga oshirilmoqda. Demak, mana shunday loyihalardan biri bu quyosh energiyasidan foydalanish hisoblanadi. Quyoshdan kelayotgan energiyani odatiy quyosh elementlari orqali elektr energiyasiga aylantirish mumkin, ammo bunday panellarning bir muammosi borki, ularda asosan joy masalasi muammo bo'ladi. Ya'ni biz barcha binolarning tomlarini, demak, quyosh panellari bilan yopib chiqishimiz mumkin, ammo fasadlarga kelganda ulardan foydalanib bo'lmaydi. Shuning uchun biz taklif qilayotgan innovatsiya bu quyosh energiyasidan foydalanishda oynalardan ham foydalanishni nazarda tutadi. Ya'ni biz bunda biz sintez qilgan kvant nuqtalarni polimerlar orqali plastinkaga aylantirib ikkita oyna orasiga qo'yganimizda ular quyoshdan kelayotgan elektr energiyasini ko'zga ko'rinuvchi nurga aylantirib nurlatib beradi. Yon tomonlarga mana bunday mayda quyosh elementlarini qo'yib chiqishimiz natijasida o'sha oynalar bizga elektr energiyasini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday oynalar bilan biz katta binolarning fasadlarini yopganimizda o'sha quyosh panellariga qo'shimcha yordamchi ravishda juda katta elektr energiyasini ishlab chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bizni loyihamizning ikkinchi qismida kvant nuqtalari kiritilgan plyonkalardan foydalanish nazarda tutilgan. Bu plyonkalar bilan biz issiqxonalarni yopganimizda quyoshdan kelayotgan ultra binafsha nurlar qaysiki o'simliklar uchun zararli bo'lgan nurlarni o'sha plyonkalar ichidagi bo'lgan kvant nuqtalar ko'zga ko'rinuvchi qaysiki o'sha fotosintez jarayonida ishtirok etadigan nurlarga aylantirib beradi. Bu esa o'simliklarni o'sishiga yordam beradi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Samarqand davlat universiteti qoshida birinchilardan bo'lib kvant markazining ish boshlashi quyosh energiyasini elektr energiyaga aylantirish hamda peroksidlar asosidagi kvant kubitlar uchun materiallar sintez qilishda yosh olimlar uchun ayni muddao bo'ldi. Ayni paytda mazkur markazga keltirilgan zamonaviy va eng so'nggi rusumdagi laboratoriya uskunalari yordamida samarqandlik olimlar xorijlik hamkasblari bilan hamkorlikda zamonaviy ilmiy qurilmalar yordamida perovskit kvant nuqtalar, yupqa qatlamlar yaratish, energiya tejamkor zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqarish, ularni iqtisodiyot tarmoqlariga keng tatbiq etish yo'nalishlarida qator ilmiy izlanish va tadqiqotlar olib bormoqda. Ushbu loyihalarni amaliyotga tatbiq etishga bo'layotgan qiziqish qanday? Ayni bu borada markazda ekspertlar guruhi tomonidan ham tadqiqotlar olib borilmoqda. Loyihamiz doirasida olib boriladigan ilmiy ishlanmalar natijasida yaratiladigan mahsulot yashil texnologiyalarga asoslangan bo'lganligi uchun ham biznes subyektlarini ham aholini ehtiyojlarini qondirishi mumkin. Chunki endi agar bizlar B2B modeli bo'yicha gapiradigan bo'lsak, birinchidan tijorat binolarni quyosh energiyaga asoslangan oynalar bilan jihozlash birinchi navbatda tijorat subyektlarining mablag'larini tejaydi. B2C model bo'yicha, ya'ni oddiy uy xo'jaliklarini, iste'molchilarni ehtiyojlarini o'sha har kunlik energiya resurslarida bo'lgan ta'minotni qondirish mumkin. Bu nima uchun hozirgi kunda ahamiyatli? Chunki hammamiz bilamiz, energiya resurslar tanqisligi muammosi, ularning bevosita atrof muhitga karbon izini qisqartirish maqsadida bu loyihamiz doirasida bajariladigan ishlar ham bevosita o'z hissasini qo'shmoqda.
Darvoqe kvant markazining yana bir muhim jihati shundaki, markazdagi ilmiy laboratoriyalarda yangi izlanish va tadqiqot natijalari muntazam ravishda tadqiq etib boriladi. Deylik, molekulyar spektroskopiya laboratoriyasida biologik obyektlarning tuzilishi, ularning hosil bo'lish mexanizmini tebranish spektroskopiyasi hamda kvant markazi tomonidan sintez qilingan materiallarning optik xususiyatlari chuqur tahlili o'rganib boriladi. Bu esa tadqiqotlarning samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi. Laboratoriya asosan bu aspirantlar, doktorantlar hamda magistrlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish bilan birgalikda bugungi kunda mana shu laboratoriya eng so'nggi rusumli spektral asboblar bilan ta'minlangan. Bu yerda ilmiy loyiha ham bajariladi. O'sha ilmiy loyihalar birinchisi bu bevosita O'zbekiston Respublikasi fundamental loyihalar bo'lsa, ikkinchisi Yevropaning Erasmus granti, Samarqand universiteti orasida tuzilgan grant. Bu Yevropa grantining miqdori 500 ming yevroni tashkil etadigan bo'lsa, yaqinda mana kvant markazining ilmiy rahbari professor, Texas universitetining professor Anvar Zohidov rahbarligida Jahon bankining katta bir ilmiy loyihasini yutishga muvaffaq bo'ldi. Bu loyiha qariyb 600 ming dollardan tashkil etadi. Laboratoriya xodimlari tomonidan 20 dan ziyod ilmiy maqolalar nufuzli Scopus bazasidagi nufuzli informatsiya katta bo'lgan xalqaro jurnallarda chop etish bilan birgalikda kamida 3 ta 4 ta kishi dissertatsiyani himoya qildi. Ma'lumki, O'zbekiston muqobil energetikani rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega hudud sanaladi. Buni so'nggi yillarda yurtimizning ko'plab hududlarida tashkil qilinayotgan yangi fotoelektr stansiyalar va ularning samaradorligi misolida ham ko'rish mumkin. Umuman olganda, energiya resurslaridan tejab foydalanish, muqobil energiya manbalarining imkoniyatlarini ishga solish evaziga energiya taqchilligiga barham berish bugun har bir mamlakatning ustuvor vazifasiga aylangan. Samarqanddagi kvant markazi olim va tadqiqotchilari tomonidan olib borilayotgan ilmiy izlanish va tadqiqot ishlari, yangi va innovatsion loyihalar kelgusida mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyotiga katta hissa qo'shish bilan birga O'zbekistonda kvant texnologiyalari sohasini jadal rivojlanishiga va bu yo'nalishda ulkan natijalarni qo'lga kiritishga xizmat qiladi.